Men o'zim g'alati bo'lib ketdim eshitganimda. Men sizni har kuni sog'inaman. Lekin erimni yonidan keta olmayman. Yo'qora qolyam dedim deyapti. Bu olib sevgan xotini birovga yozgan xatini o'qib turibdi. Deyilgan gaplar bo'lganda, orqasida rasm bo'lgan. Bitta do'stimiz borlar, bizdan yoshlar kattaroq. Xotinlari vafot etgandan keyin, o'tib qolgandan keyin ancha o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Hatto siqilib, stressga tushib, endi hech kimga ko'rsatmasin Xudo bu narsani. Xullas o'sha do'stimizni, og'aynimizni aytayotgan narsalari. Xotinlar o'tgandan keyin endi ancha vaqt tushkunlikka tushib boshqa qilib yurganlar. Uchastkada hovlida turishardi. Hovlini endi bilasizlar, hovlilarda podvol bo'ladi. Endi ko'p hovlilarda endi bir xillarda bor, bir xillarda yo'q. Xullas podvolligi bor. Tushganda zinani tagidan kirib ketiladigan joy bor. O'shanda nima ham kerak bo'lgan ekan, podvolga tushganlar. Keyin o'sha eski xotiralarni eslaganlar. Bir xillarda o'sha chaqirsam podvoldan chiqib narsalar qarab yurgan bo'lardi deb xotinlarni eslab o'tirib eslab o'sha qidirayotgan narsalarni qarayotganlarida xullas eski narsalarning orasidan xatlar chiqibdi. Xat qog'ozlar o'ralgan, yopib qo'yilgan turgan. Hayron bo'lganlar bular. Hayron bo'lib xatni ochib shunda o'qigan. Shokka tushgan. Biratan. U xatda mazmuni endi shunaqa bo'lyapti. Endi menga aytib beryaptilar. Men o'zim g'alati bo'lib ketdim eshitganimda. Xullas xat bularga yozilmagan, biratanga yozilmagan. Xatda yozilyapti. Men sizni har kuni sog'inaman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, sevaman. Sizni oldingizga har kuni borgim keladi. Lekin erimni yonidan keta olmayman. Erimni ham tashlab keta olmayman. Lekin sizni har doim sog'inaman. Siz bilan o'tkazgan ozgina bo'lsa ham vaqtim, kunlarim meni har doim xotiramda yashaydi. Shunga o'xshash gaplar. Endi hozir men bu gaplarni aytayapman. Siz shu bratanni o'rniga ozgina vaqt o'zingizni qo'yib ko'ring. O'tib ketgan xotini, oradan ancha vaqt o'tib ketgan. Bu olib sevgan xotini birovga yozgan xatini o'qib turibdi. Miyasidan nimalar o'tib ketyapti? Nima xayollar o'tyapti? U xat ham bitta dona emas, ko'p ekan o'tdi. Shunaqa mazmunda yozilgan xatlar. Xullas endi u ichidan nimalar o'tib ketgan? O'sha xotiniga 100% fikri o'zgarib ketgan. Nahotki men bilan shuncha yil yashab, men sevib, hamma narsamni bag'ishlagan xotinim shunaqa narsa qilyapti deb shunaqa ishlar bo'lgan. Meni yonimda bo'lib turib, boshqasini sevgisi bilan yashagan, boshqasini o'ylagan degan narsalar shunda o'tib ketgan. Xullas o'tirib qolib, taji bu yog'iga o'qishga ham yuragi qilmagan, qolgan xatlarni o'qib chiqishga. Keyin endi baribir qiziqish bor. Qolgan xatlarni ham o'qigan, qaragan. Eng shokka tushadigan joyi bitta narsasi. O'sha konvertda o'sha xatni bu yog'ida boshqa xatlarni o'qiyotganda siz bilan shu tushgan rasmim har doim shotga kirib sizga shu rasmni qaraganimda siz bilan o'tkazgan vaqtlarim, sog'inchim sizga yanada oshadi. Siz oldingizga har doim ketgim keladi, borgim keladi deyilgan gaplar bo'lganda, orqasida rasm bo'lgan. Xullas
Endi menda ham shunaqa emotsiya bo'lyapti, u birodar aytib berayotganda. U rasmni ochish kerak. Ochishga deyapti, g'alati bo'lib ketyapman deyapti-da. Ochishni ham bilmayman, ochmaslikni ham bilmayman. Yo'l qo'y, mayli xotinim o'tib ketdi, olib chiqib yoqib yubora qolay ham dedim deyapti. Endi baribir qiziqish ustun kelgan. Rasmni xullas shunda ochsa, qarab yig'labdi haligi birodar. Shunaqa qattiq yig'ladim deyapti, rasmni ko'rgandan keyin. O'tda o'sha xotini kichkinalik paytida, o'sha 8 yosh, 10 yoshlik paytida tushgan rasmi adasi bilan. Adasi buni xotini 10 yosh paytida o'tib ketgan ekan. 10 yosh vaqtida o'tib ketgan. Olamdan o'tib ketgandan keyin buni xotini har safar xursandchiligida, qayg'usida, g'amida tushib adasiga xat yozar ekan. Endi shu narsa adasini ko'ra olmagandan keyin, gaplasha olmagandan keyin, adasi o'tib ketgandan keyin dardini, sog'inchini aytib yozar ekan. Endi bu erimni ham tashlab keta olmayman, siz oldingizga bora olmayman degani, endi u adasi o'tib ketgan-ku. Erini ham yaxshi ko'rishi, erini oldida bo'lish kerakligini nazarda tutib yozilgan xat ekan. Hali biratan yig'lavordi, men ham g'alati bo'lib ketdim, aytayapti. Shu ozgina vaqt ichida miyamdan nimalar o'tib ketdi. Men xotinim haqida yomon xayolga, yomon gumonga borib qo'ydim, deb aytayapti-da. Mayli, o'tganlarni Xudo rahmat qilsin, qolganlarni Xudo salomat saqlasin, iloyim. Hech kimni baxtiga ko'z tegmasin, hamma qo'shgani bilan xotin qo'sha qarib, baxtli bo'lib yuzlarga kirib yurishsin. Men prosta bu narsani nimaga sizlarga aytganim, hech qachon bir narsani tagiga yetmasdan turib, birovni nohaq ayblamaylar. Bitta bo'layotgan narsani oxirigacha eshitmasdan turib, mulohaza qilib qo'ymaylar. Birovning ustida hukm chiqarib qo'ymaylar. Balki siz o'ylayotgan odamingiz aslida umuman boshqa odam bo'lib chiqishi mumkin. Xulosa o'zingizlardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim podpiska bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Rahmat kattakon.